Assalamu alaykum qarindoshlar. Har darsda 3 idiom sahifamizga xush keldinglar. Bu ikkinchi qism darsimiz. Bugun o'tilgan idiomlarni boshlaylik. Twee linker handen hebben. Yani twee ikki linker sol hand qo'l haben. Yani ikki tane sol qo'li bo'lmoq. Yani bunun ma'nosi onhandig zijn werk altijd laten mislukken. Yani kalampay, qo'li bir ishlarga qo'llashmaydigan, ishni buzibli turadigan degan ma'noda. Yani masalan normalda o'ng qo'l odamlar o'ng qo'limizni yaxshi ishlatalaymiz, so'l qo'limizda bir ish qilsak yaxshi qilolmaymiz-ku. Yani ikki so'l qo'li bor demakchi, hamda kalampay degan ma'noda. Buningga bir misol: Hij kan geen enkel gerecht maken, heeft twee linkerhanden. Yani o hech qanday bir tamoqni qila olmaydi. Gerecht degan shu tamoq, qo'rma. Yani uning qo'li tamoq ishlariga hech qo'llashmaydi degan ma'noda. Yani uning ikki dona so'l qo'li bor desak, işte qo'li hech bir ishga kelmaydigan, ishni buzibli turadigan shunday odamlarga ishlasak bo'ldi. 5-ci idiom, uning dal aksi twee rechterhanden hebben. Yani ikki dona o'ng qo'li bo'lmoq. Yani demak jo'g'ini mesela o'ng qo'limiz ishlarni yaxshi qila olamiz-ku. Yani qo'li bek abjil demakchi. Masalan, hij heeft twee rechterhanden. Hij kan alle klussen doen. Yani uning qo'li bek abjil. U har qanday ishlarni qila oladi deb tarjima qilsak bo'ldi. Endi eng oxirgi idiom Viele handen maken lichte werk. Yani viele degan shu jiq, ko'p degan ma'nosi bor. Yani ko'p qo'llar maken qiladi lichte, lichtega yenik werk. Yani ishni, yani ko'p qo'l ishni yenik qiladi demak jo'g'ini shu bizning tilimizdagi ish o'mlikda, kuch birlikda degan maqol tamsilga dal to'g'ri keldi. Buni odatda masalan bir buncha odam birlashib bir ishni birdamning ichida 10-15 minut qilayotgandan keyin Viele handen maken lichte werk debchu, yana ish o'mlikda, kuch birlikda degan mushida debchu, ishda bir ahvollarda ishlasanglar bo'ladi. Ma'qulamsa, keyin qitimliq darsimizni ko'rishaylik, omon bo'lg'aysizlar.